Vaqt hech qachon kutib turmaydi. Dunyo yangi sharoitlarni talab qilmoqda. Bizning vazifamiz hayotni, sog'liqni asrash, kelajak avlod uchun sog'lom turmush tarzini barpo qilish demakdir. Tianshi shunday bir biznesni yaratdiki, uning yordamida inson sog'lom bo'ladi va u umum insoniy qadriyatlarni amalga oshirishga intiladi. Xususan tinchlikka, erkinlikka, odillikka, baxtli bo'lishga va go'zallik bilan uyg'unlashadi. Insonlarga sog'liq ulashish va jamiyatga xizmat qilish bu shior Tianshi korporatsiyasi va har bir hamkori falsafasining asosiga aylandi. Tianshi korporatsiyasining asoschisi va boshqaruv kengashi rahbari janob Li Ziyuan kompaniya rivojlanishini ishonch bilan amalga oshirmoqda. U g'oyalar va buyuk ishlar uchun ruhlantiruvchi shaxsdir. U yangi yo'nalishlar ochmoqda, yangi maqsadlar qo'ymoqda va unga erishishga o'rgatmoqda. O'z sirlari bilan o'rtoqlashmoqda hamda bularning barchasini butun dunyo boyligiga aylantirmoqda. Korporatsiyaning butun dunyo aholisi bir oiladir tamoyili har bir kishiga osonlik bilan bunga qo'shilish va birgalikda maqsadlarga erishish imkonini beradi. Birgalikda kuchlimiz, birgalikda butun dunyoga quchoq ochamiz. Biz dunyo ulkan ekanligini bilamiz, ammo Tianshi korporatsiyasi hamkorlarining qarori shunchalik kattaki, ular birgalikda barcha to'siqlarni yengib o'tishadi. Bugungi kunda Tianshi korporatsiyasi bir yo'la biznesning bir nechta sohasini rivojlantirmoqda. Bular biotexnologiya sohasi va sog'lomlashtirish, mehmonxona va turizm, elektron tijorat, moliya va investitsiya sohalaridir. Tijorat, moliyaviy va ishlab chiqarish kapitalining birlashishi natijasida Tianshi korporatsiyasi yirik umummilliy korporatsiyaga aylandi. Tianshi korporatsiyasi bugungi kungacha dunyoning 110 dan ortiq mamlakatida o'zining filiallari va vakolatxonalarini ochdi. Albatta, buni tasavvur qilish bilan qanchalik ulkan ish amalga oshirilganligini anglash qiyin emas. Korporatsiyaning sog'lomlashtirish mahsulotlari qadimgi sharq tibbiyoti va madaniyatiga tayangan holda eng oldi va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi, hamda ular kasallikning oldini olish va inson organizmini tibbiyligini qaytarish evaziga kasalliklarga qarshi kurashish tamoyillariga asoslangandir. Tianjin korporatsiyaning yuragi bo'lib, bu yerda barcha manbalar va bo'linmalarni boshqarishning yagona markazi joylashgan. Asosiy ishlab chiqarish bazalari esa Xitoy va Vyetnamda joylashgan. Qo'shimcha kuch uchun boshqa turli mamlakatlarda ham ishlab chiqarish zonalari mavjud. AQSh, Yaponiya, Ispaniya, Angliya, Norvegiya, Rossiya, Meksika, Braziliya, Argentina, Hindiston, Malayziya, Indoneziya, Janubiy Koreya, Misr va boshqalar. Butun dunyo bo'ylab o'xshashi yo'q, tez va samarali aloqa hamda hamkorlik tizimi yo'lga qo'yilgan. Siz o'z ko'zingiz bilan Tianshi korporatsiyasining xalqaro sog'lomlashtirish markazi va sanoat parkini ko'rib turibsiz. Uning umumiy maydoni 1 kilometr kvadratni tashkil qiladi. Investitsiya miqdori esa $1 milliard dan ortiq. Shu yerda korporatsiyaning asosiy ilmiy salohiyati mujassam bo'lib, sog'lomlashtirish mahsulotlarini ilmiy tekshirish, ishlab chiqarish va nazoratdan o'tkazish amalga oshiriladi. Bu yerda sog'lomlashtirish, mehmonxona majmualari, ko'rgazma markazlari ham joylashgan. Taizhi Sheng bu eng zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan jihozlangan markaz hisoblanadi. Tianshi ishlab chiqarish va biznesning samarali boshqarish imkonini beradigan 5 ta katta modulni amalga oshirmoqda. Bevosita sotish korporatsiyaning biznesni samarali pillapoyasidir. Pillapoyaning zamonaviy qurilmasi bu sog'lomlashtirishga xizmat qilish, elektron va mobil tijorat, mehmonxona xizmati va turizm, internet xizmati pillapoyalari ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Tianshi korporatsiyasining hamkorlari orzu bu javobgarlikni his qilish ekanligini bilishadi va bundan ilhom olishadi. Mehr-muhabbatni his qilishadi, yaratishadi va ulashishadi. Shuningdek, Tianshi korporatsiyasi o'zining asosiy e'tiborini xayr-ehsonga ham qaratgan. U insonlarga og'ir damlarda yordam qo'lini cho'zadi. Bunday xayriya ishlaridagi umumiy investitsiya miqdori $1,5 milliard yuandan oshib ketdi. Ayniqsa, insoniyatning kelajagiga hissa qo'shish uchun korporatsiya asosiy e'tiborini bolalarga va ularning kelajagiga qaratgan. Buning isboti sifatida
2015-yilda korporatsiya umumiy maydoni 3 kvadrat kilometrni tashkil etuvchi Tianshi universitetiga asos soldi. Bu universitet ko'p tarmoqli oliy o'quv yurti bo'lib, o'z bag'riga 30 mingdan ortiq talabani oladi. Bu yerda talabalarga butunlay o'zgacha ta'lim beriladi va yangicha hajmda fikrlaydigan, innovatsion salohiyatlarga ega shaxslar yetishib chiqishi nazarda tutilgan. Bebaho sog'liq sanoati. Bu misoli kelajak sari intiluvchi uchar layner bo'lib, Tianshi korporatsiyasi bilan birga yorqin kelajakni yaratamiz. Biz sizni Tianshi korporatsiyasi taqdim qilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, sog'lom bo'lishga, biznesda muvaffaqiyat qozonishga chaqiramiz.